bitta kachov bilan ham xonadonni, ham teplitsani islayaptilar. Bahodir akamiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush Sog'ligingiz kelibsizlar. yaxshimi aka? Rahmat. Rahmat. Qayerdamiz biz Bahodir aka? Xorazm viloyati Bag'at tumani Nurashon mahallasidagi Nukus mahallasi hududidan sizlar. Shu yerda hozir o'tgan yil kuzakda katalog sotib olganmiz. O'tgan yil kuzda xarid qildingiz. Kuzakda bu ikkinchi qishni chiqaryapmiz. Ikkinchi qishda chiqaryapti. Ko'ngildagida islayaptimi aka? Ataylar Farg'onadan keldik. Xolisona qanaqa effekt bo'lyapti yo'q bilishlik uchun kachovni ko'rsatsa bo'ladimi? Xo'p. Bahodir aka, kachovimiz xudo xohlasa chiroyli yonyapti ekan. Bu 25 kilovatlik teplodial modelimiz ekan. Teplitsamiz necha sotik? И xonadonimiz necha kvadrat? Teplitsa 2 sotik, xonadonimiz 180 kvadrat. Ikkitasiga bir katalog qizdiryapti. Ha, hozir 2 sotik bo'lsa 200 kvadrat u ham 180 kvadrat. 380 kvadrat joyda qizdiryapti. kachov qizdiryapti. Rostdan qizdiryaptimi? Ha, qizdiryapti mana. Teplitsani ham, uyda ham harorati yetarli darajada. Yetarli hammasi. Ham teplitsa, ham uy uchun qancha rasxod qilyapmiz? Kunning sovugiga qarab, sovuq kunlari 100 kilogacha rasxod bo'lyapti. Ham teplitsa, ham xonadon uchun hisoblaganda. Hisoblaganda. Ma'qul keldimi kachov? Bo'ladi. Normalniy. Ko'ngil to'lyaptimi axir? Bo'ladi. Hamma yer gazdagilar ham ham qizib turibdi, xonadonlar. Aha. Hamma yer garaj hammasi. Xolisona tavsiya qilamizmi? Aha. Xolisona. Bo'ldi. Hammaga shunday nasib qilaversa. Ilohim inom aytgandan kelsin. Xo'p. Bahodir aka, akamiz ozgina kameraga to'g'ri tushunasizlar, xijolat bo'lishyapti. Misol uchun shunchalik gapirib berdilar, bitta like bosib qo'yasizlar. Foydali bo'lishi uchun uyda teplitsasi bor tanishlarimizga jo'natib qo'ysangiz videoni foydali bo'ladi. Kacholni yonishiga bitta alohida baho berib qo'yasizlar.